erim meni himoya qilmayapti. Erim meni qaynonamni oldida bir tiyin qilib qo'yyapti. Meni yonimga olmayapti. Men qabulimdagi ayollar bilasizmi, eng ko'p uchraydigan shikoyat qanaqa? Erim meni himoya qilmayapti. Erim meni qaynonamni oldida bir tiyin qilib qo'yyapti. Meni yonimga olmayapti. Savol beraman-da. Eri sizni nimadan himoya qilish kerak deyman. Yo, erkak kishining vazifasi-ku himoya qilish. Agar biz ibtidoiy davrga qaytadigan bo'lsak-da, u paytda erkakning vazifasi himoya bor edi. O'sha mashhur videodagi ilonlar, kaltakesaklar, qandaydir yovvoyi hayvonlar bo'lgan vaqtda erkakning funksiyasi himoya qilish edi. Hozir unday himoya qilinish kerak bo'ladigan narsa yo'q. Qaynona monster emas. Qaynona boyitganimda 3 boshli ajdaho emas, undan himoya qilish kerak emas. Ayolning pozitsiyasi erim meni himoya qilish kerak degan pozitsiyasini o'zi noto'g'ri. Hozir bizni hayotimizga xavf soluvchi narsalarning o'zi juda ham kam. Shuning uchun erga himoyachiga qarashni o'zi noto'g'ri.